tayyor bo'lgan holini ko'rdilaring, yem holatda. Endi bizga keladigan holini ko'rasizlar. Birinchi qadamni mana shu maxsus yem tayyorlaydigan korxonalarga. Bular hammasi xonada, to есть nima, xonadonda katta qilayotgan parrandalar uchun. Yemni tug'ilgandan sirasi berishadi. Birinchi kundan beriladi yem. Xuddi shunday qoramollar uchun, qo'ylar uchun shu jahon standartiga javob beradigan qurib chiqarishadi. Assalomu alaykum. Bugun biz yem ishlab chiqarish korxonasiga keldik va bugungi mavzumiz bu intensiv parrandachilikda yemni ahamiyati va o'sha yemni qanday ishlab chiqariladi va bugungi kunda tomorqada yetishtiradigan parrandalarni qanday yem bilan boqishdi va qanday ahamiyati borligi, nimaga urg'u qilishini bugungi kunda mutaxassisdan savollarda javob olamiz. Bizning hamkorimiz bu Grows va Bizon platformamiz. Obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga qoldiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Abdulhamid Mavlonov. Biz turgan korxona ilk ota yem brendi bilan yem chiqaradigan Agrokorm universal korxonasi, mahsulot cheklangan jamiyat. Faoliyatimiz bizdeki 2013-yildan beri. Shu paytgacha biz yuqori ko'rsatkichlarga erishishga harakat qildik. Shunday davrlar bo'ldi. Bunga bizga bo'lgan talab kuchayganda ba'zi paytlarda kuniga 2 million boshgacha yosh jo'jani boqadigan yem chiqarib berilgan bu korxonada. Endi u paytda to'g'ri gapni ochig'i biz nisbatan monopolist edik. Hozir bunaqa korxonalar ko'payib ketdi. O'zbekistonimizda parrandachilikka bo'lgan e'tibor nihoyatda kuchaygan. Masalan, 2000-yillari boshlarida bir odam boshiga 1,5-2 kilo go'sht yiliga to'g'ri kelgan bo'lsa, parranda go'shti hozir bu ko'rsatkich 20 kilodan oshib ketgan. Endi sizlarga qisqacha bu korxonamiz to'g'risida, korxonamiz qanaqangi ishlar bilan shug'ullanayotgani to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Endi mana shu qoramol, parranda, qo'y, hozir biz chiqarayotgan yemlar bedanalar uchun, tuxum beruvchi parrandaga, qoramol bo'rdoqiga boqilayotganlarga, hattoki straus qushlarga ham biz retsept bo'yicha yem qilib berish imkoniyatiga egamiz. Nima uchun men bunga urg'u beryapman? Hozir endi yangi qadam tashlayotgan, ilk qadam tashlayotgan fermerlarimiz, havaskor chorvador ya parrandachilik bilan shug'ullanayotganlar harakat qilishadi o'zlari qilishiga. Men uni qoralamoqchi emasman, lekin baribir chimchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Birinchi qadamni mana shu maxsus yem tayyorlaydigan korxonalarga. Men aytmayapman faqat bizning korxonaga murojaat. Boshqa atrofingizda, hududingizda bor korxonalarga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki nima uchun bunaqa? Bizda O'zbekistonda bu soha bo'yicha juda ham kuchli raqobat bor. Hech kim xohlamaydi mahsuloti to'g'risida yomon bir ovoz chiqishini. Hamma harakat qiladi sifatli qilishga. O'zbekistonda sifatsiz yem chiqaradigan korxonalar ba'zida ayrim sabablar bilan chiqmay qolsa, qolgani hammasi jahon standartiga javob beradigan qurib chiqarishadi. Endi yana bitta narsa, buni nima uchun shunaqa men ishonch bilan gapirayotganim, buni hammasi kelayotgan xomashyoga bog'liq. Xomashyo kirishidan oldin o'sha chegarani kesib o'tayotganda chet eldan kelayotgan mahsulot bor. Buni hammasini veterinariya qo'mitasini mas'ul odamlari, tamojnya, bojxona xodimlari hammasi buni tekshirtirib o'tkazishadi. Buni kimik, biologik tekshiruvlardan o'tgandan keyin u xomashyo iste'molchiga yetib keladi. Masalan, biz mana shu xomashyoni iste'molchimiz. Biz o'sha yemni tayyorlash uchun xomashyoni katta distributorlardan olamiz. Bu laboratoriya tekshirilgandan keyin bu yerda bizni o'zimizni spesial kompyuterni programmaga solib, nima deydi, borku, klient xohlagan yemni ilmiy asoslab turib chiqarib beramiz. Ko'proq bizga hozir murojaat qilayotganlar
mana bitta ikkita qoramoli bor yoki 100 ta 200 ta qo'yi yo bo'lsam tovug'i borlar ko'proq kelishadi. Biz juda ko'p yem sotiladigan do'konlarga, veterinariya aptekalariga ishlaymiz. Mana shu chiqayotgan ertalab soat 8 da chiqqan mahsulotimiz. 8 dan mana shu yerga soat 1 dan sal oshdi. Mana shuni hammasi hozir chiqib ketadi. Noli intensiv paradanchilik haqida juda ko'p savollar tushyapti va shu intensiv paradanchilikda ayniqsa maxsus yem masalasi bo'yicha o'zingizda tavsiyalaringizni berasizmi? Endi siz aytayotgan intensiv parrandachilik bizga yaqinda oxirgi 20 yillarda kirib kelgan soha. Bunda Ross 308, Coop 500 degan broiler crosslar ishlatiladi. Bundan tashqari intensiv parrandachilikka hozir yiliga 320 tadan yuqori tuxum tug'adigan, tuxum beradigan parrandalar kiradi. Bu Lohmann Brown, Lohmann Sandy va boshqa hokazo nimalar. Crosslar. Cross degani bu parodani Leghorn parodasidan chiqqan, keyin o'zlari genetika yo'li bilan chiqargan bu parrandalar hammasi. Endi bizda bu parrandalarni mana chiqarayotgan yemimizda o'sha parrandalarni uchun qoplar qilingan bu maxsus nimalar uchun do'konlar, veterinar aptekalarda 25 kilolikda qilib yozib qo'yilgan nesushka, new, keyin bedana rost, bedana o'sha joyga mana bunda птичка qo'yiladi qanaqa yem ekanligini. Buni o'sha sotuvchimizga ham o'rgatib qo'yganmiz. U biladi mana bedanani nimasiga ekan. Mana bedana rost degani bu endi o'sib kelayotgan ekan. Xuddi shunaqangi nimalar uchun, nesushkalar uchun bular hammasi xonada, to есть nima xonadonda katta qilayotgan parrandalar uchun. Katta fabrikalar uchun emas. Nima uchun? Hatto nimasi parodasi hammasi bir xil bo'lsa ham, xonada katta qilinayotgan parranda baribir unga e'tibor, mehr boshqacha bo'ladi-da. Ularga mana shu xonaki endi o'zimizda shunday nima xonaki qildirib chiqarilgan. Lekin buni bir ichida hamma narsasi tabiiy, ishlab chiqarilayotganda ishlatiladigan narsalar hammasi tabiiy xomashyolar. Demoqchisiz, tuxum beradigan uchun alohida, yem beradigan semirtirish uchun alohida yem berish kerak. Xuddi shunday qoramollar uchun, qo'ylar uchun ba'zi paytda отдельный zakaz bo'lib qoladi. Sesarkasi bor kimdir qo'yonga, otga. Bundan tashqari oxirgi marta nima qilib berdik? Yovvoyi fazanlarga, qirg'ovulga. Shu ovchilik xo'jaliklari bor O'zbekistonda zakaz qiladi. Ular ko'p olishmaydi, lekin o'shalar uchun spesialniy maxsus yem tayyorlab beramiz. Bizda minimalniy nimamiz zakaz qabul qilishimiz 500 kilodan boshlanadi agar yangi turdagi yem bo'ladigan bo'lsa. Chunki apparat har bittasi 500 kilodan oladi.